Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsizlar. Yana bir bor uzoqda yurgan akalar, ukalar, salomat bo'lsizlar. Men ham bozorga keldim. Sog'inganlarga bir ko'rsatib qo'yinglar narxlarni. Ham bozorda bir ko'rsatib sog'inganlar uchun olaydim. Ularga bosib qo'ysizlar, kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar. Xudo xolasa kanalimni rivoji uchun podpiskalar bosib qo'ysizlar. Bozorda bir ko'rsatib chiqaman. Sog'inganlar bo'ladi-da, ba'zi musofirda yurganlar. Makkalar ham chiqibdi. Qaynatib yeyish kerak, mazza. Pomidori, ko'katlar. Hozir zelin, ko'kat, pomidor, hamma meva chiqdi. Pomidorlar 7 ming. Pomidorlar necha pul ekan? 15 mingdan. Yer deganda chiqyapti-da. Arzon bo'lib ketadi bir haftada. Xudo xolasa. Odam ko'p. Sabzilar necha pul ekan? Sabzi 8 ming ekan. Piyozlar-chi? 5 ming. 5 ming, 8 ming. Sabzilar qimmat bo'lib ketdi. Yan kartoshkalar necha pul ekan? 6 ming beryapti. 6 mingdan, ha? Sabzilaringiz-chi? 10 mingdan bo'lyapti. Zo'r ekan-da, ha? Ha, bir deydi. Yangi piyozingiz-chi? 5 mingdan. Ana bir xil. Ha. Bozoringizni bersin. O'tsinlar. Bismillah. Hozir yog'larsan. Yog'lar necha pul ekan? 85 mingdan. Yog'lar oshib qopti. Qimmat sabzi bilan piyoz ham yo'l dehqonlar yili bo'pti. Mevalar ham qimmat, endi dehqonlar ham bir bo'lsin-da. Piyozlar necha pul ekan? 5 ming ekan piyoz bor. 5 ming. O'zak yo'q. 5 ming, eng arzoni 5 ming. Piyozni. Pomidorlar ham har xil. Pomidorlar necha pul bor? 15 ming. Do'konlarda 19 ming, 20 ming. Arzoni. Pachag'i ham 10 mingda. Yaxshimisizlar? Nima kerak edi-ka? Novotlar necha pul ekan? Ko'rona 19 ta beraman. 20 ming. 19 ming bermang. Tasi 19 ming, bittalari 20 ming deyishdi. 19 ming beraverar ekan, zinashdi. Hozir guruchlarni ham ko'ramiz. Mana sog'inganlar uchun. Tam bozor. Necha pul ekan paxta yog'li? 85 ming. 85 ming. Shpirgilar. Necha pul ekan shpirgilar? Og'ir ekan. Necha pul ekan? 25 ming, 20 beravergan. Uygami, hovligami? Ya uyga? Ana shuni bo'lsa yaxshi bir ko'p bilaman. Ha, bo'ldi. Hozir. 25 shpirgan bo'ladi. Populya 5 ming, 4 ming. Pilisos chiqib bular narxi. Bularni ham olmay qo'yadi. Kavob hidi dimoqni bug'ladi. Bugun ro'zamiz inshaalloh. Araba kuni tutilgan ro'za 1000 yillik ro'zaga teng deydi. Johorilar 10 mingdan ekan. Oshbob guruchlar 10 ming, 15 ming. Qora qiltanoqlar qimmatroq ekan ular.
Shakar olmalar 5 mingdan. Qovunlar. 10 ming berib olaman. Nech pul ekan qovunlar? 10 mingdan berib olyapman donaga. Tarvuzi nech pul? 3,5 3 ming berib olaman. Tarvuzlar 3,5 mingdan 2 kilogramm. Ilgari sirobgarchilik yozda boshlanadi. Yozda oxiri, avgust boshi shunaqa. Hozir sirop hamma yo'q. Mashinasi bilan dehqonlarga ham ming rahmat shunchalik harakat qilib sirobgarchilik qilardi. Bahordan shu maydan 3 ming bo'lganda tarvuzlar ham. Xudo xolasa bular endi teplitsani yerdaga chiqsa narxlar ham arzon kutadi yana. 15 ming pomidor. Tovuq bozor. Meva bozori. Tovuq bozor. Odamli bozordan chiqib mana meva bozor. Sog'inganlar uchun yengil ko'rsatib qo'ydim. Gullar. Mana 100 mingdan ekan. Bosib qo'yasizlar, e'tiborlaringizga rahmat. Shu qizillar 80 ming 70 mingdan. Musobaqa o'rganlar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. E'tiborlaringizga rahmat.